Mana bugun sizlar bilan birga yangi kartoshkadan mazali tushlik tayyorlaymiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi mayda kartoshkadan men 8 gramm ishlatyapman. Agar oila a'zolarimiz soni ko'p bo'lsa, ko'proq qilib qaynatamiz. Bitta kichkina piyoz, tabga ko'ra tuz va qoqidan pomidor qoqisidan 10 donacha kerak bo'ladi. Bezatishimiz uchun 1 dona bodring bilan 6 ta olivka kerak bo'ladi. Hozir kartoshkamizga suv solib qaynatamiz. Bu soddagina bo'lgani bilan kartoshkani mazasi qoq bilan juda ham mazali bo'ladi. Bo'lmasa, qani boshladik. Hozir kartoshkamizni yuvib top-toza qo'yganmiz. Qozonga suv solib, kartoshkamizni pishguncha qaynatamiz. Mana kartoshkamizni soldik, suv soldik. Endi 1,5 choy qoshiqda tuz solamiz va qaynatamiz pishguncha. Endi bo'lsa pomidor qoqlarimizni yaxshilab yuvib tashlab, qaynoq suvga yutib qo'yamiz. Mana qoqimizga qaynoq suv soldik. Endi buni ustiga tarelka yopib qo'yamiz. Bu orada piyozimizni mayda qilib, yuqqagina qilib to'rib olamiz. Mana kartoshkamiz qaynab chiqdi, pasaytirib qo'ydik. Endi shu zaylda pishguncha kutamiz. Mana qoqimiz tayyor bo'ldi. Yumshoqqina bo'lgan. Endi buni mayda qilib to'rib olamiz. Mana qoqini mayda qilib to'rib oldik. Bu yerda piyozni ham pare-pare qilib, yupqa qilib to'rib olganmiz. Bu yerda qoqini suv turibdi. Endi hozir qoqimizni suvga solamiz. Piyozni chayib tashlab yaxshilab uni ham solamiz va ozgina tuz solamiz. Mana qoqini soldik. Endi piyozni ham chayganmiz, uni ham solamiz. Endi bo'lsa ozgina tuz solamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Mana tayyor bo'ldi. Endi buni sos idishimizga solamiz. Mana idishimizga solib tayyor qilib qo'ydik. Bu yerda bo'lsa mana kartoshkamiz zo'r bo'lib pishdi. Endi tarelkamizga olamiz kartoshkalarimizni. Mana laganimizga kartoshkani ham, sosini ham hammasini joylashtirdik. Mazasi juda ham zo'r bo'ladi, ishtaha ochar bo'ladi. Qoqin nordon mazalari bilan yengil kartoshkada yeyishli bo'ladi. Albatta qilib ko'ringlar, sizlar. Oddiygina, lekin mazalari zo'r bo'ladi. Agarda retsept yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Yana yangi videolarda uchrashguncha kommentariyada fikringizni kutib qolaman.